Hammaga assalomu alaykum. 1-yanvarda asq o'tadigan sho'rbocha tayyorlaymiz manti qozonda. Buning uchun bizlarga har xil mana shunaqa xohlagan sabzavotingizni terasiz. 2 kilo go'sht, noxud, yarim kilo farch, 1 piyola katta piyola guruch va ta'mga ko'ra har xil ziravorlar qo'shasiz. Qani ketdik. Ko'rib turganlaridek bu manti qozon eng tagi. Birinchi qavat hisoblasak, ichiga 2 ko'sak go'sht, noxud ebitilgan, piyoz, lavroviy ta'mga ko'ra har xil ziravorlar va suv solamiz. Ikkinchi qavatiga sabzavotlarni teramiz. Mana qizil, yashil, bolgarskiy, sabzi, shalg'am, kadi, qizil piyoz va ustidan har xil ziravorlarni soldik. Ikkinchi qavatiga ham qolgan sabzavotlarni terib, pomidor, chesnok va ustidan hozir har xil ziravorlarni solamiz. Mana ko'rib turganlaringdek 4-qavatga go'shtni mana shunday chiroyli qilib terdik. Endi buni past olovda 2 soat gazni ustiga qo'yamiz. Qani ketdik. Mana shunaqa qo'chaladan bay. Ketadi-yu.